Doniyor qori bilan gaplashganimizda o'sha Abduvali qori, shunga o'xshagan vahobiy yo'lidagi odamlarni qanaqadir ma'qullashi, o'shalarga bir qanaqadir ixlosi borligini ko'rsatib, shunaqa narsalar bo'ldi. Bilmay qilib qo'ydi bu narsalarni. Shunda men ularni o'sha Abduvali qorisidan boshlab turib, yana qolgan ba'zi bir insonlarni juda bir o'zbek xalqiga, musulmonlarga yomonligi tekkanligini, juda ko'pchilik o'sha Karimov davrida juda ko'plagan musulmonlar, minglagan musulmonlar qamalishiga sabab bo'lganligini, chunki bu sodda xalq katta qora aka domla deb o'ylab unga ergashavergan, u esa fitnani boshlab bergan. O'sha Omina Jahriy aytishmidi, yana boshqamidi. Mana shunaqa narsa qilib, ancha-muncha kofir ham qilolmaydigan yomonligini qilib berganligini aytdim. Aytganimda bu endi juda ham bu narsaga anaqa bo'ldi. Bo'ldi-yu, lekin bildirmadi. Men bilan yana aka-uka bo'lmoqchiga o'xshab yuraverdi, lekin men aloqani chetlatib qo'ydim u bilan. Umuman aloqani chetlatib qo'ydim. Birdan uzib yubordim aloqani. Sababi alhamdulillah biz otamizning tarbiyasini olgan odammiz. Fitnachi, buzg'unchi, turli oqim egalari, bular bilan biz yoshligimizdan aloqamiz bo'lmagan. Otam menga nasihati shunday bo'lgan edi, bir suhbatda aytgan edim. Toshkentga kelib, bu yoqda nima deydi, bir hayotni boshlab shunaqa qilgan paytimda nasihati, vasiyati shunday bo'lgan edi. O'g'lim, sen katta joyga ketyapsan, Toshkentga. Toshkentda azam bu ulug' joy. O'sha tirikchiligini qilib, ilmini o'qib, Qur'onini o'qib, halol tirikchilik qilib yurgin. Lekin agar men birorta oqimga aloqang borligini, oshqatiq bo'lganingni yo ular bilan do'st bo'lganingni bilib qoladigan bo'lsam, sendan rozi emasman degan vasiyatni qilgan. Xo'p bo'ladi, siz aytgandek bo'ladi deb chiqib ketganman uydan. Va ana shunday bo'ldi, alhamdulillah, hozirgacha shunday. Juda ko'pchiligi o'zlarini yo'liga tortmoqchi bo'lishdi, O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham, lekin niyatiga erishmadi. Juda qattiq haqoratni, juda ham qattiq dakkani eshitish o'rniga va qaytib biz atrofimizga yo'l olmaydigan bo'lib qolishdi. Alhamdulillah, bu narsani amallab keldik bugungacha, bundan keyin ham shunday bo'lsin. O'shaning uchun men har qanday u do'stga o'xshasa ham, o'sha Doniyor qorisi boshqasi ham, lekin men o'zim shubhalanganligim uchun uni chetlatdim atrofimdan. Umuman yo'q qildim, aloqani shunda uzib qo'ydim. Endi buni men nimaga taqqoslamoqchiman hozir? O'sha kechagi Komil it kayfni ta'sirida Doniyor haqida yaxshi fikrlar bildira boshladi. Vaholanki O'zbekistonning hammasi yomon edi unga. Domlalari ham, hukumat ham, organ xodimi ham. Lekin u yaxshi ekan. Demakki, shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi. Bir gap bor bu yerda. Men nima aytmoqchiman bu yerda? Alhamdulillah, o'sha bu voqea, mana shunaqa itlar uni maqtab chiqishi mumkinligini, qayerdadir bunaqalarga aloqasi borligi mumkinligini oldindan Alloh taolo menga ilhom bergan. Buni Komil u paytda yo'q edi bu planda ham. Lekin Alloh taolo shunday ilhom berdiki, bu bilan sen aloqa qilmagin. Bu buzg'unchi fikrda qolgan odam. Demak, bu bilan yaqin bo'lib, aka-uka bo'lib, unga chiroyli gaplarga uchadigan bo'lsang, ertaga seni ham bu adashtirishi mumkin deb Alloh taolo menga ilhom berdi, aloqani uzdim. Va bekorga uzmagan ekanmanki, mana 7 yil o'tib bildim. Balki o'sha paytdan ma'lum bo'lgandir, kimdir bilgandir ham. Lekin mana men 7 yil o'tib amin bo'ldim va to'g'ri qaror qilganimga o'zim ham xursand bo'ldim. Yana shunday bir savol tug'ilishi mumkin. Sizda, hamma insonda bo'lishi mumkinki, ya'ni bu inson endi o'sha chetdagi begona bo'lgan, mana uncha aloqam yo'q mubashshirga deyapti. O'shanaqalar haqida gapirar ekan. Agar o'shalarning o'rnida yaqinlari yoki bir qarindoshlari bo'lganda balki bu narsani qilmasdi degan savol tug'ilishi mumkin. Lekin mana shu savolga ham, hali tug'ilib ulgurmagan savolga ham javob beraman. Men alhamdulillah otam tarbiyasini olganman. Otam shunday inson ediki, o'sha masalan bir paytlar gurkirab va juda ham tez o'chgan Hizbut Tahrir degan bir oqim bo'lardi. Hizbit, it deb aytaman ularni. O'sha paytda birinchilardan bo'lib turib otam aytgan edi. Bu juda ham bir Hizbut Tahrir, bu yuqumli kasallikka o'xshagan deb o'sha haqida bir fikrlar bildirgan edi. Men inshaalloh otam o'sha suhbatlarini qo'limga keldi. Uni bir qo'yib boraman inshaalloh vaqt soati bilan. O'sha oqimlarga qarshi aytgan gaplarini. Dadamning aqidasi shunday ediki,
hatto agar o'sha oqim, adashgan oqim qarindoshing, yaqining bo'ladigan bo'lsa ham aloqani uzgin. Mana shu narsani aytardi. Chunki bular fitna qilyaptimi? Demak, ular bilan qarindoshing bo'ladigan bo'lsa ham aloqani uzadigan bo'lsang, silay rahm qilmagan odam bo'lib qolmaysan. Chunki bu fitna qilyapti, buzg'unchilik qilyapti, ifloslik qilyapti. Bular bilan tezroq uzilish kerak. Chunki bular yuqumli kasallikka o'xshash, mohov kasalligiga o'xshagan kasallik bu. Yuqmasdan qo'ymaydi. Bu juda yomon narsa. Demak, nima qilish kerak bo'ladi? Ana shulardan uzoq bo'lish kerak bo'ladi. Alhamdulillah, menda mana shu narsa bor. Mayli, men nomini aytib o'tirmayman, chunki nomini aytganim bilan foydasi yo'q, hech kim tanimaydi baribir uni. Menda bir qarindoshim bor. Asli yaqin qarindosh bo'lish kerak edi, lekin men uchun g'irt begona odamga aylangan. Men bu narsani aytib qo'yishim kerak. Guvoh bo'lgan odamlar bo'lsa, balkim tasdiqlashadi. O'sha Andijonning buloq boshlari tomonidan bir o'zlarini to'ralardan deb biladigan nima qiladi, xon qo'shib gapirishadi, Falonxon, Pistonxon deb. O'shanaqalar bor. O'sha bir xolamizga o'xshagan odamda, endi o'tib ketgan u. O'shani bir bolasi bor. Bolasi endi imomgarchilik qilib yuradi, boshqa qilib yuradi. Otasi ham o'sha bir domlalardan bo'lib yurgan, shunday bo'lgan odam endi bular.